138-mavzu yig'indini songa ko'paytirish. Ega vazifa 7. Sonlarni namuna bo'yicha yozing deyapti. Namunada nima deyapti? 7 yuzlik, 2 o'nlik, 3 birlikni mana bu shaklda yozishimiz mumkin. 723 deyilganda asli. Shunga e'tibor berib yozish kerak. Demak 8 yuzlik, 2 o'nlik, 1 birlik. Ya'ni 821 degan. 821. Keyingisi 300lik, 9 o'nlik, 90. 300lik, 300, 9 o'nlik, 90. 8 birlik, 8. 390, 98 bo'ladi. Keyingisi 1 yuzlik, 100, 5 o'nlik, 50, 5 birlik, 5, 155 deb yozishimiz mumkin. Keyingisi 5 yuzlik, 500, 4 o'nlik, 40, 540, 6 birlik, 6 bo'ladi. 546. Keyingisi 8 ni ko'ramiz, hisoblang. Ya'ni qavs ichida qo'shiluvchilar berilib, keyin uni ko'paytiruv berilyapti, ko'paytirish. Birinchisida birinchisini mana bu shaklda ishlashimiz mumkin edi. Nima qo'shilgan 30, ko'paytirilgan 5. Oddiy yo'l bilan borsak, biz nima bo'lardi? Qavs ichidan birinchi qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. 20 ga 30 ni qo'shamiz. 50 bo'ladi. Keyin uni 5 ga ko'paytiramiz. Buni ham o'tuvdik. Ya'ni o'nlik yaxlit sonlarga ko'paytirishda 0 ni orqasidan yozib qo'yamiz. 5 da 5 ga ko'paytiramiz. Bu 25 bo'ladi. Keyin 0 ni yozib qo'yishimiz mumkin. Bu 250, ya'ni 50 ni 5 ga ko'paytirib 250 bo'ladi. Yoki buni yig'indilarni har bittasiga ko'paytirib yozishimiz ham mumkin edi. Qanday desa, 20 qo'shilgan 30 ni ko'paytirilgan 5. 5 ni 20 ga ko'paytiramiz. Keyin 30 ga ham ko'paytiramiz va bularni keyin qo'shishimiz mumkin. Shunda bizga osonroq bo'lishi ham mumkin. Ketdik, 5 ni 20 ga ko'paytiramiz. Mana qavsni ochib olyapmiz. 20 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan dedik. Keyin 5 ni 30 ga ko'paytirganimiz. Ya'ni 30 ko'paytirilgan 5. Endi boyagi yaxlit sonlar ko'paytirish bo'yicha ishlab olamiz osongina. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz 10 va 0 ni yozsak 100 bo'ladi. Qo'shamiz. Endi 5 ni 3 ga ko'paytiramiz 15 va bitta 0 ni yozsak 150. 100 ga 150 ni qo'shsak 250 bo'ladi. Mana bu shaklda ishlashimiz ham mumkin. Kim qanday xohlasa shu usulda ishlashi mumkin. Biz birinchi usul bilan ishlaymiz. Ketdik. Keyingisi 80 qo'shilgan 20 ko'paytirilgan 6. 80 ni 20 ga qo'shib olsak 100, keyin uni 6 ga ko'paytiramiz. Endi yaxlit sonlar ko'paytirish qoidasi bo'yicha, ya'ni 6 ni 1 ga ko'paytirib 6 va 100 dagi ikkita 0 ni yozib qo'ysak 600. Keyingisi 40 qo'shilgan 20 ko'paytirilgan 7. 40 ni 20 ga qo'shib olamiz 60 ni 7 ga ko'paytiramiz. 6 ni 7 ga ko'paytiramiz 42, keyin 0 ni yozib qo'yamiz 420. Keyingisi 50 qo'shilgan 40 ko'paytirilgan 6. 50 ni 40 ga qo'shsak, ya'ni 5 da 4 ga qo'shsak 90 edi. 0 yozib qo'ysak 90 bo'ladi. Keyin uni 6 ga ko'paytiryapmiz.
6 ni 9 ga ko'paytiramiz. 54 va 0 ni yozib qo'yamiz. 540. Keyingisi 10 qo'shilgan 60 ko'paytirilgan 4. 10 ni 60 ga qo'shsak 70 bo'ladi. Uni 4 ga ko'paytiramiz. 4 ni 7 ga ko'paytirsak 28 va mana 0 ni orqasiga yozib qo'ysak 280. Va oxirgisi 60 o'chiraylik. 60 qo'shilgan 20 ko'paytirilgan 8. 60 ni 20 ga qo'shamiz. 6 ga qo'shsak 8 0larni 80 bo'ladi. Endi buni 8 ga ko'paytirishimiz kerak. 8 ni 8 ga ko'paytirsak 64 va 0 ni yozib qo'ysak 640 bo'ladi. Va endi 9 ni ishlashga o'tamiz. 9-misolni ifodalar yozing va ularni hisoblang. 1 yashikda kilogramm. 10 kilogramm bor, keyingisida noma'lum, keyin 8 deyapti. Yashiklar soni shuncha bo'lganda 5, 7 va noma'lum bo'lganda deyapti. Jami necha kilo chiqishini topishimiz kerak. Demak, 1 yashikda 10 kilogramm sabzi bo'lsa, shunaqa yashiklar soni 5 ta bo'lsa, ya'ni bu ko'paytiriladi. 10 ko'paytirilgan 5. 10 ni 5 ga ko'paytirsak, bilamizki 5 kar 10 50 edi. Jami qancha bo'ladi? 50 kilo bo'ladi. Shunga misol tuzasizlar. Qanday misol desa, misol 1 yashikda 10 kilogramm sabzi bor edi. Va shunaqa yashiklardan 5 ta bo'lganda jami necha kilogramm sabzi bo'ladi? Shunaqa misol tuzsak va uni ishlab qo'yamiz. Yana qanday bo'ladi? 10 ko'paytirilgan 5 teng 50. Keyingisi 1 yashikda noma'lum deng. 7 ta yashik bo'lib, endi masala tuzaymiz. 7 ta yashik bo'lib 7 ta yashikda qanchadir miqdorda sabzi bor edi. Hammasini hisoblaganda 140 kilogramm bo'ldi. Demak, har bir yashikda necha kilogramm sabzi bo'lgan keladi. Ya'ni tenglama x kilogramm, har bir yashikda x kilogramm sabzi bor edi. Ularni shunaqa yashiklar soni 7 ta bo'lganda ko'paytirganimizda 140 chiqmoqda. X teng 7 ni bu yoqqa olib o'tamiz, bo'lish bo'lib o'tadi. 140 ni bo'lamiz 7 ga. X teng 14 ni 7 ga bo'lamiz. 2 va 0 ni yozib qo'yamiz, ya'ni 20 bo'ladi. Ya'ni yaxlit sonlarni bo'lish qoidasi. Ya'ni x imiz 20. Demak, har bir yashikda 20 kilogrammdan sabzi bo'lganda, shunaqa yashik soni 7 ta bo'lsa, ularning jami 140 kilogramm chiqadi. Ha, keyingisi, oxirgisi 1 yashikda 8 kilogramm bo'lib, qancha noma'lum bo'lgan y ta yashikka ko'paytirganimizda jami 560 kilogramm sabzi chiqdi. Ya'ni yashiklar sonini topishimiz kerak. Y teng 8 bu yoqqa o'tadi. Nima bo'lib o'tadi? Bo'lish bo'lib o'tadi.
560 ni bo'lyapmiz 8 ga. Y teng. Avval 56 ni 8 ga bo'lsak, demak 7 kere 8 56 edi va 0 qoldi. 0 ni yozib qo'yamiz. 70. Demak, bu yerda esa 70 kilogramm, 70 ta yashik bo'lgan. Nas ko'paytirilganda. Mana shunaqa javob chiqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiska bosing.